Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Sizlar bilan Aziz Bey bo'lyapti. Mana men Skibidi Toilet olamida Titan o'zini modelini yasab ko'rgandim. Qanaqaligini o'zim tushunmayman. G'alati yasab qo'ydim mana qilichga qarang. Kallas. Aytgancha men bu videoni mana shu Titanni qaysi ilovadan qildim deb kommentda ham so'rashingiz mumkin. Chunki bu ilovaning nomini aytaman. Hozir bu ilovaning nomini oxirida ko'rsatib o'taman. Qanaqa chiqibdi? Kommentariyada 10 balli sistemada baholab qo'ying. Tak, hozir bunda boshqacha modellar ham bor. Bitta Titanni yaratish emas. Hop, mana kirdi. Humans. Men mana Humadan yaratdim. Mana. Odam ham turibdi. Huma. Mana Huma. Bitta bunaqa samolyot, mashinalar bor. Mana katta maydondan qo'sani daf bo'lmagan mana shunaqa maydonlardan qidirib topib qiladi. Hop, mana modelni ham ko'ryapsizlar. Bitta odamlar ham bor turli xil. Shu bilan men bugungi videomni tugataman. Aytgancha men shu ilovaning nomini aytaman deganimda kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Bizga 50 ta obunachi yig'ish maqsad qilib qo'ydik. 50 ta obunachi yig'aylik ham. Unda bo'lsa mana ilovaning nomi Prisma 3D degan ilova edi. Mana. Prisma 3D. Prisma 3D. Aytgancha Roblox o'ynaydigan nomini yozib qoldirsin. O'shalar bilan men bir parkurga tushmoqchiman. Bo'pti obunachilar, qadrli obunachilarim. Bugungi videomni unda bo'lsa men tugataman. Hammangiz sog' salomat bo'linglar. Xayr.